Assalomu alaykum. Sizlarga bitta iltimos bilan chiqyapman. Mani oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. Ichidagi mebel, kiyim-kechak, polni deyarli hamma narsa yonib ketdi. Mani eng yaqin insonlarim hozirgi vaqtda sizlar. O'shaning uchun sizlardan og'ir bo'lsa ham yordam so'rayapman. Qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa, menga yordam bersanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Kecha uyim yonib ketdi, voy bechara. Yonib kuyib ketdi, voy bechara. Qaraylar qiynalib ketdi, voy bechara. Karta nomerim shetdi. Tabriklasanglar bo'ladi. 49 yoshimda men o'zimga mashina sovg'a qildim. Tasavvur qilasizlarmi? Endi mashinam bor. Voy, bizda aldashdi. Inomarkacham bor. Aldashdi. Qora mashinam bor. Qora ko'zlariga uchdim-da. O'zi uy yonganmidi yo yo'qmi? Qara, Yunka necha yildan beri blogersan? 4 yildan beri bitta mashina ola olmading-a? Yo'q, olmadim, lekin olishim kerak. Qara, bitta zo'r okamni oldiga olib boraman. Strategiyalari shunaqa zo'r, ideyalari ham to'pga o'tadiganda. Mana o'zlar. Aha. Qaranglar, xalq bilib qolgan bo'lsa, bilib qoldi endi, nima deymiz? Men u yerda bo'lmaganman. Yo'qni kelishmaganmiz sizlar bilan. O'zingizlar hal qilib olasizlar yo'qni. Bo'p, sog' bo'linglar. Charchaysizmi aka? Rahmat. Qara, singlim 4 yildan beri blogini yurgizadi, lekin hali ham bitta mashina olgani yo'q. Bitta strategiya bering. Voy. Qarang. Uyingiz bormi? Yo'q. O, kakras uy bo'lmasa, bitta og'aynim uyi bor. O'sha uy yonib ketgan. Tep u sizning uyingiz. Siz chiqasiz. Kechani qilinglar, bu uyim yonib ketdi deysiz, pul tashlaydi sizga xalq. Ana o'sha xalq tashlagan puldan mashina bosib yuboramiz. Hop, xalq bilib qolsa-chi? Endi xalq bilib qolsa, mana men og'aynimiz giroy o'rtada giroy bo'lib chiqadi. Men olib berdim mashinani deydi. Sizga bu olib bergan bo'ladi, tushundingizmi? Uyni boyagi o'zingiz yig'ib qo'ygan pullaringiz bor. Qimor reklama qilgansiz-ku, o'shalardan yig'ib qo'ygan pullaringizga uyda remont qo'ygan bo'lasiz. Qalay? Ko'rdingmi, strategiyalari zo'r. Shunaqa. Menga bitta zo'ridan bering, mana bloger bo'lib ketay. Tak, bu basharagami? Mana. Tak, qarang. Qizingiz bormi? Bor, gaplashib yurganmiz. Mana shu qizingizni ko'tini ochasiz. U qiz ham sizni ko'tingizni ochadi. Bir bilan ko'tinglarni ochib yuraverasizlar. Instagramga qo'yamiz. Ha, Instagramga qo'yasizlar-da. Ular xalqqa qizumas-ku. Qarang, o'zi siz ham qiziq emassiz xalqqa, bu ham qiziq emas. Xalqqa prosta muammo bo'lsa qiziqda, tushunyapsizlar? Har oy muammo qilib turish kerak. Muammo har oy muammo qilib turishimiz kerak. Aka, rahmat. Aytganimdek bordilar, ko'rdingmi? 12% da chiqarib berasizlar faqat. Ko'tarib olinglar. Bo'ldi. Zo'r mana strategiyalar bor, kimga kerak? Anoshka degan bitta qiz bor, tanisalaring kerak. Yaqinda uy yonib ketdi-da Instagramga post qo'ydi-ku. Meni sizlardan boshqa yaqinim yo'q, uyimiz yo'q, ota-onam ko'chada qoldi, onam ko'chada qoldi. Oilada katta farzandman, men boqishim kerak. Uyimiz yonib ketdi, dom bir balo bo'ldi deb uyiga pul so'rab, podpishchiklardan pul tashib berishni so'ragan edi, pul tashib berishni, karta raqamlarini qoldirib. O'sha kuni borku, aytdim-da o'zimga, bu qiz o'zi shu narsaga loyiq edi. Xuddi jazoini berib berdim, lekin ichimdan nimadir to'xta, bu ham inson-ku, bunga yordam berish kerak degan narsa o'tdi-da. Kartamda 12 ming so'm, 15 ming so'm pulim bor edi. 10 ming so'm tashib berdim o'shanga. Prosta tagingda. Shunaqa ko'nglim achib ketsa, haqiqatan tashib beraman men. Va o'sha 10 ming so'm menda harna, misol uchun, mendagi odamlardan 10 ming tashlash bersa, nechta pul bo'ladi? U degan maqsadda tashib beraman, toma ko'l bo'lib deydi-ku. O'shanaqa narsa bo'ldi va bugun o'sha qizni videosini ko'ryapman, 19 yoshimda men Kia K5 oldim degan. Va xuya, men bergan pulimga rozi emasman. Sen uyga emas, uni mashinaga ishlatgansan. Uy yonib ketsa uy yonib ketaversin, sirtga. Ha, yongan. Mashina batarka qilasiz. Eshtinglar. Mashinani men o'zim olganim yo'q. Qaysi pulimga olaman men mashinani? Mashinani xalq puliga olasiz-da, kimni puliga olardingiz? Xalqimiz meni yomon ko'rmanglar. Sizni sevadi xalq, yomon ko'rmang, sevadi. Evladingiz, yomon evlab tashladingiz, bor-ku. Blogerlar men umuman gapirmayman. Video ishlab chiqarayotganlar. Rahmat sizga, kattakon rahmat. Yo'rib tashladingiz. Yo, sen nimadir narsani ko'zlab qilding, lekin seni aktivingni ko'tarib yordi. Trend kelib chiqib qo'ydi, lekin o'zing nimadir narsa qilmoqchi bo'lding, o'sha narsaga erisha olmading. Menimcha o'shni reklama qilmoqchi bo'lding-ku, o'ylagan darajadagi planing o'xshamay qoldi. O'zing minus ishlab olding. Shuning uchun bitta ish qilibgani kallani yaxshilab o'ylash kerak edi. Yaxshilab reja qilish kerak edi. Mayl. Omadingni bersin, mashinamizni yaxshilikka haydagin.
o'rtoqlar, meni kecha kurtkam yonib ketdi. O'shaning uchun hozir sovuqda qiynalyapman. Agar qo'lingizdan kelsa, tepada karta raqam qo'yib qo'yaman. Menga yordam bersanglar, o'zimga kurtka sotib olardim. A few moments later. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga Swiss avtomobilini xarid qildim. Aldaysan, Sardor. Nimaga birovni bir minut to'xtab tur, og'aynim telefon qilyapti. Og'ayni yaxshimisan, tuzukmisan? Короче, telefon qildim. Bitta, короче, o'rtoq odam siqilib ketdi. Charchadim itni keyingi oyoq bo'lishdan. Bitta biznes plan bo'yicha telefon qotdim senga-da. Endi sen ham auditoriyang bor, sen ham mashhursan. Короче, eshit og'ayni. Videoga chiqasan, nima qilib qiyshib, qizil shapka kiydirib qo'yamiz de senga. Da, uyim yonib ketdi deysan og'ayni. Ozgina tam green berib yuboramiz. Odamlardan pul yig'amiz o'rtoq, ehson so'raymiz. Ehsonga arzimaysan-ku? Odamlar lo'q, odamlarga вообще farqi yo'q, og'ayni. Da. Yo'q. Смысле gadoy? Gadoy emassan, o'rtoq. Bu 21-asr, bu sistema polniy, tushunsan? Короче, lo'q odamlardan soqqa qilamiz. Pulni nima qilamiz? Pulni meni planim bo'yicha mashina olish o'zi. Kiyami bilmadim. Odamlar bilib qoladi. Po'xoy odamlarga. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga bitta iltimos bilan chiqyapman. Meni oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Men 28 yoshimda o'zimga yangi Malibu sovg'a qildim. Mana ki. Men 19 yoshimda yangi Kia 5 sovg'a qildim. Do'stlar, iltimos, uyimiz yonib ketdi. Mana bu kartaga pul tashab yordam qilingizlar deb kecha videochalar chiqqandi. Xalq ishonib pulni tashladi. Ha, shu xonavoyram bo'gir ko'chada qopti. Endi buni poddeshka qilaylik deb kartalarga pullar tashlandi. Endi u yerda xudo biladi kimnidir uyi yonib ketdi. Tog'ayim meni borasalabda kabish pishib keldi onasini yemsa. Kallani sxemani qarang xudoga. Yo'q, to'yimman. Maqsad mana meni operatorim bo'ladi, tavba qildim. Biranta uyni topamiz, kartangda qo'yamiz, sen yerda yig'lab chiqasan, bitta mashincha oformat qilamiz. Onasini ham yo'qda kabish, yo'masa Malibu. Dam qilinglar, men so'mdan akajonlar, iltimoslardan akajonlar. Kelishdikmi? Ketdik onasini ham. Option bugun kechgami maxsus videosi chiqadi. Yordam qilingizlar, bitta mashina olaylik bunga ham. Yordam qilingizlar. Uyimiz yonib ketdi. A few moments later. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Iltimos, aziz yurtdoshlar, tatbiqchilar. Uyim yo'q yashaydigan, bu ahvolga qaraydi. Meni yashab bo'ladimi? Tovuq katakdan farqi yo'q. Mana shunga karta raqam qo'yib qo'yaman, shunga kim qo'ldan kelayotgan bo'lsa menga yordam qilinglar. Bitta o'zimga uy qulay, qor yog'yapti, qor. Yashashga joyim yo'q. O'chir bo'ldi. Mana oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. Shuning uchun sizlardan og'ir bo'lsa ham yordam so'rayapman. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Voy, tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Ana kichkinaroqdan olyapsiz-da, mashinani-da. Kattaroqdan olmabsiz-da. Kerak bo'lsa o'zimiz bu narsa qilib yer qo'shib to'plab pul jo'natardik yana. Ya o'ylab ko'ring lekin. Kutib ketyapti. 500 dollar. 500 ha? Do'konim olib qo'yishadi endi. 50 ming so'm. 50 ming. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Eshitinglar. Mashinani men o'zim olganim yo'q. Qaysi pulimga olaman men mashinani? Shunda bu hozir ehson qilinganmi, xarid qilinganmi, yo sog'a bo'ldimi hozir? Tushunmayapman-da, ishlam kallamayapti, mana bilmayman nima bo'pti. Tushunganda bormi o'zi? Tabriklasanglar bo'ladi. 19 yoshimda dadamning puliga emas, akamning ham puliga emas,
uyimni ham yoqormadim. Eng qizig'i bu mashina ham meniki emas, kimniki? Tabriklasanglar bo'ladi. Meni uyim yonib ketdi. Endi Kia K5 olaman. Instagramda bittasining uyi yonib ketgan ekan. Keyin ana shuni orqasidan keyin K5 olibdi. Keyin hamma shunaqa qilyapti. Meni uyim yonib ketdi deb mashina dardida hamma video qilyapti. Reels ko'ryapman. Meni uyim yonib ketdi. Kimdir ham turadi. Meni uyim yonib ketdi. Kimdir 19 yoshimda men o'zimga K5 sovg'a qildim. Hamma 19, men 29, men 49 shunaqa qilyapti. Keyin orqasidan meni uyim yonib ketdi yani. Ular uyim yonib ketdi deb video qiladi. Men pajarnilar ular ham Instagram ko'radi. Ne ko'radi-da? Rostdan yonayotgan odam telefon qilsa, "Ha, sen uy yonmagan, senlar mashina deb o'chirib qo'ysa nima qilasizlar? Qanaqa qilib ishondik bu qizga? Voy, 2-dekabr kuni uyi yonib ketgan qiz 18-dekabrga kelib mashina olyapti. Yo-mayo. Biz soddamiz. Odamlar soddamiz. 28 ga kirib meni hayolimga kelmagan narsa bu. Voy! Lekin 19 ga kirib bu qizni hayoliga kelgan narsani qaranglar. Shunaqalar orqasidan muhtojlarga pul yetib bormaydi. Voy, onasini hamsan. Nima desa bo'larkin-a? Nima qilsa bo'larkin? Insof qilaylik, ozgina, mana shuncha. Mashinalarda qara mazzaligini zo'r ekanda. Biz ham qachon mashina olamiz, cho'tka ekan. Ha, mashina? Ha, qara, shu dahshat mashinalarda. Mashina olish xohlaysizmi? Xohlayman, lekin xohlamaydi. Mashinaga Kia K5 xohlaydilarmi? Kia K5. Hatto avto chiqib ketdingiz-a, K5. Kia K5 istaysizmi? Ha? Yuring, bitta ideya bor, video olamiz. Qanaqa bor? Yonib ketdi. Hurmatli aziz birodarlar, boshimizga kulfat tushib qoldi. Uyimiz shunday yonib ketdi. Shunga sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringni so'raymiz. Hozirgi paytda sizlar meni do'stimsizlar. Shuning uchun pastga karta raqam qoldiraman. Shunga o'zlaring ko'ngildan chiqqan Mashina nima dersin? O'zingni o'zing kim san o'rgatdi o'rasaga? Men tushunmadim. Ayo, bo'ltamanga top berish odam. Yo'q, bo'ldi, o'zim. Sen o'rgatding. Nimaga urasiz? Menga bitta mashina kerak. O'shalarga maqtanishim kerak. Uyimizni yonib ketdi. So'rayman. Qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa, Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Obbo, ana o'sha to'g'risida ish bola gapirgim kelmayapti. Xudoyim insof bilan aql bersin. Kimdir 1 million tashagan, kimdir 10 million tashagan, kimdir undan ham ko'p tashagan. Mana sizlarga yana bitta dars bo'ldi-da bu narsa. O'zinglarni ko'zinglar bilan ko'rmagunigacha ham odamga yordam bermanglar. Agar rostdan ham ehson, sadaqa qilmoqchiman deydigan bo'lsanglar, Xudo sizlarni o'zi yo'llantiradi. Ammo bunaqa gaplarga ishonish bu juda qiyin narsa-da. Bundoq qarab turibsiz-da. Mayli bechara qiz ekan, mayli pul tashavvur qiling. Ertaga chiqib men mashina yeb. Xunu vaziyat bo'pti lekin. Esinglarda bo'lsa, Anoshkani uyi yonib ketgan edi va xalqdan yordam so'rab chiqqan edi. Va o'sha yig'ilgan pulga Anoshka kuni kecha Kia K5 mashinani sotib oldi. Bu esa ko'plab negativlarga sabab bo'lmoqda. Kommentariyalarda kelayotgan izohlarga qaraganda, tashlab bergan pulimga rozi emasman deya o'sha tashlab bergan insonlar bosh ko'tarib yozib chiqmoqda. O'sha pulni sizlarga hech kim Anoshkaga tashlab ber deb bosim o'tkazmagan yoki da bo'lmasam sizlarni hech kim majburlamagan. O'zimizning xalq shunaqa xalqda bitta ishni qilishdan oldin o'ylab qilmaydi va iziga g'iybat qilib yuradi. Undan ko'ra o'sha pulni tashlab beribsizlar, yaxshilikka ehson qilsa bo'lardi-ku. Misol uchun masjidlarga borib ehson qilsa bo'lardi yoki da bo'lmasam qancha qiynalgan oilalar bor, kasalmand insonlar bor, yotibdi hozir. O'shalarga ehson qilganda bo'lardi. Lekin sizlar pulni Anoshkaga tashlashni afzal ko'ribsizlar. Endi esa g'iybat qilib kommentariyani portlatib negativ yozib yotibsizlar. Bu o'zingizlarning aybinglar. Sizlarni hech kim majburlamagan. Bitta narsani aytaman, o'rtoqlar, o'ylab ish qilinglar. Men hozir Anoshkani hech qanaqa tomonlama yomonlash niyatim ham yo'q, sizlarga yomonlik niyatim ham yo'q. Faqatgina o'zimni xolisona fikrimni aytib o'tib ketyapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qaytib bu xatoni qilmaslikni maslahat berardim sizlarga. Uyimiz yonib ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga bitta iltimos bilan chiqyapman. Meni oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. Ichidagi mebel, kiyim-kechak, polni deyarli hamma narsa yonib ketdi. Meni eng yaqin insonlarim hozirgi vaqtda sizlar. O'shaning uchun sizlardan og'ir bo'lsa ham
yordam so'rayapman. Qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa, menga yordam bersanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Hozir oyim og'ir ahvoldalar, больницаga olib borib, yotqizib keldim. Hammaga assalomu alaykum. Birinchidan mashinani men o'zim olganim yo'q. Bitta tanishim olib bergan, kim olib berganini sizlarga aytishga должен emasman. Xalqdan yig'ilgan pul, men xudo haqqi aytibman, 15 million so'm yig'ildi. Hammasini Alloh biladi, ko'radi, ko'rib turibdi. Yordam qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Men ularga rahmat aytaman. Haligacha rahmatimni aytaman. 15 million so'mni men uyga ta'mirlashiga berganman. Mana 4 yil bloger bo'lgan bo'lsam, yig'ilgan pullarimni hammasini uyga remontiga tiqib yubordim. Tommi o'ziga 60 million ketdi. Uyni o'ziga, ichlariga 40 million ketdi. Ularni hammasini o'zim qildim. Xalqdan yig'ilgan pul 15 million so'm. Eshitdinglar? Mashinani men o'zim olganim yo'q. Qaysi pulimga olaman men mashinani? Qaysi? Prosta u aytdi, men mashina olib beraman, lekin Anoshka kazinoni boshqa reklama qilmaysiz dedi. Kazinoni boshqa reklama qilmaysiz. Men va'da berdim, kazinoni reklama qilmayman, qumorni reklama qilmayman dedim. U odam menga mashina olib berdi. Lekin aytdi, men olib berganimni hech kim bilmasin. Men olib berganimni hech kim bilmasin. Любой odam maqtangisi keladi, что mashina olganini Instagramga qo'ygisi keladi, to'g'rimi? To'g'ri. Men bunaqa odamlar aktiv yig'ish uchun bunaqa gapirib, prям bo'lib ketadi deb o'ylamadim, to'g'risi. Men mashina qo'yganimdan keyin ko'pchilik xalqlar meni yomon ko'rib qoldi. Iltimos qilaman, xalqimiz meni yomon ko'rmanglar. Uyim yonganini Alloh ko'rdi. Uyim yongan paytida men realni aytaman, qiyin vaziyatga tushganim rost edi. Anu kuni esinglardan men sizlarga hozir sanasi bilan qo'yib qo'yaman. Вот, ketma-ket men obzor qilib qo'yib berdim uyimni. Remont уже bityapti deb, to'g'rimi? Xalqdan yig'ilgan pul 15 million. Menga Raisboy aka o'zlari 10 million berdilar. Общий 25 million bo'lyapti. Qaysi ahmoq odam o'ylaydi, что post qo'yganman, kartamga bitta bola 99 million tashlab berdi deb. Qanaq qilib uni reklama ekanligini sizlar bilmadinglar. Men u bola bilan post ulaganman, kollab bo'lgan o'tda. Reklama uchun men 30 million so'm oldim. To'g'ri, tan olaman. Biz uni hype qildik, reklama olganimni men tan olaman. Ko'pchilik bildi menimcha uni reklamaligini. Blogerlar men umuman gapirmayman. Video ishlab chiqarayotganlar menga farqi yo'q. Sizlar nima qilasizlar, qanaqa video ishlaysizlar, menga umuman farqi yo'q. Prosta men so'rayotgan narsam, xalq meni yomon ko'rmanglar. Sizlarni men yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Sizlarga mingdan ming rahmat aytaman. Вот ustalarning o'ziga yig'ilgan pul, xalqdan yig'ilgan pul edi. Men o'shani o'zini berdim. Meni to'g'ri uchun deyiladigan umiddaman. Hammaga rahmat aytaman.